Hurmatli obunachilar, Mexan zatidan yo'l ustidan turist kvadratli obyektimiz chiqyapti. Obyektimiz ijaraga beriladi. Ana shu obyektimiz turist kvadratli. Qisma-qisma qilib olsangiz ham bo'ladi. Restoran qilsangiz ham bo'ladi. Klinika qilsangiz ham bo'ladi. Juda yaxshi lokatsiyasi. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Olisdan keyin juda yaxshi taylangan. Bemalol mashina sig'adi. Bitta magazinimiz. Akkuratli qilib polkalar qo'yib ketilgan ekan, kalti ekan hozir. Ikkita magazinimiz ishlab turibdi. Video kameralar ham o'rnatib ketilgan ekan. Kirishimizdan darvozaxona kattagina qilingan ekan. Xo'p. Bu tarafga mana aka ikkita ofisga rahbar xonasi qilib qo'yilgan, o'zini sanuzeli bilan. Bu tarafga mana aka buxgalteriya xona qilib qo'ysangiz ham bo'lagan. Xo'p. Bu tarafga ham katta hovlimiz, ustini yopib berishadi xohlasangiz. Kelishilgan holda. Samoq tushib ketmaydi. Ikkinchi etajimiz ham kattagina zal, bemalol любой biznes qilsangiz bo'ladi. Tikuv ishchilik, meditsina, oshxona, restoran, любой ish qilsa bo'lar ekan. Pastga mana polnisi zdaniyamiz podvalli. Bu zdaniyamiz ijaraga beriladi, qisma-qisma olsangiz ham bo'ladi. Narxini kelishilgan holda egalar nomerini tanlab ketamiz. Bemalol savdo qilib olsangiz bo'ladi. Realni olib kelib, realni qilib, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qiling.